Shaqillab qaynab turgan suvni 1 kilo dirkillab pishgan bodrinusdan quysangiz, ularga qolmasdan sizni jonon qilib ozdiradigan salat retseptini hozir sizga o'rgatib qo'yaman. Barra bo'lib pishgan qizil sabzini cho'rkadan chiqarib olib, ko'k piyozni hamda oddiy piyozni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olasiz. Xohishga ko'ra kashnich yoki ukropni ham to'g'rab olib, hamma masalliqlarni bitta idishga solib olasiz. Shunda videoni tekka qarasangiz yozib qo'ygan ziravorlarimni hammasini ketma-ketlikda solib, yaxshilab qo'lingiz yordamida ezib aralashtirib olasiz. Yarim soatga bir chetga olib qo'yib, dirkillab pishgan bodringlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olasiz. Ustidan shaqillab qaynab chiqqan qaynagan suvni quyib 15 minutga qoldirasiz. Keyin bir rom muzdek suvda chayib olib, hammasini videoda ko'rgan ketma-ketlikda davom ettirasiz. Mabodo uyingizda duxovka listi chirk bo'lib shlaqib tegiga olib ketgan bo'lsa yoki dog'-dug'li kiyimlaringiz bo'lsa, Bavi super очиститель yordamida tozalab olasiz. Germaniya mahsuloti bo'lgan Bavi har qanaqangi ketish qiyin bo'lgan dog'larni, chirklarni osongina uslubda ketkazadi. Endi 2-3 soat xolodilnikda turgan salatni olib, mazza qilib ta'mini tatib ko'rasiz. Videoga bitta dona like bosib, menga obuna bo'lsangiz, har kuni zo'r retseptlarni men bilan birga o'rganib borasiz.